Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Marasulov Yusuf. Ma'lumotim bo'yicha aslida programmistman, lekin asosiy ish faoliyatim loyihalash institutida, loyihalash kontoralarida olib borganim uchun va ish faoliyatim asosan shu loyihalash jarayonini avtomatizatsiya qilish, jarayonni optimizatsiya qilish va BIM management bo'lgan. Va tabiiyki orada proyekt ham qilishga to'g'ri kelgan, lekin asosiy ish faoliyatim shu loyihalash jarayonini avtomatizatsiya qilish, rutinani kamaytirish bo'lgan. Shu faoliyatim jarayonida to'plagan tajribam bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Shuning uchun shu BIM kursini tashkilladim. Bu kursimizda asosan shu menejmentni ko'rib chiqamiz va shuni aytib o'tishim kerakki, iloji boricha o'zbekcha gapirishga harakat qilaman, lekin ba'zida ruscha terminlar ishlatib yuborsam ma'zur tutasizlar, lekin o'zbekcha gapirishga harakat qilaman. Ba'zida o'zim ham bilmayman tarjimasini o'zbekcha nima bo'lishini, shuning uchun ruscha terminlar ishlatishga to'g'ri keladi. Suxandonbasman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xo'p, bugun biz shu BIMga kirib kelish qanday bo'lgan gipoteza bor. O'zim shu gipotezani boshqalardan eshitganim uchun, menga qiziq bo'lgani uchun shuni ko'rsatib o'taman. Xo'p, bugun biz nimalar ko'rib chiqamiz? Shu loyihalash tizimlarining rivojlanish tarixini ko'rib chiqamiz. Keyin CADga qanday kelib qolgan, shuni ko'rib chiqamiz. CADda asosiy muammolari va BIMga o'tish zarurati qanday paydo bo'lgan, shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Tarixdan bilasizlar, odamlar oldin birinchi qurilganda qalam va qog'ozdan foydalangan va unga oddiy rasm chizib berishgan va u yog'i quruvchini fantaziyasiga va tajribasiga bog'liq bo'lib qurilgan. Ya'ni injenerniy ishtaqa chizilmagan rasmlar chizilgan va ular orqali qurilishlar bo'lgan. Undan keyin men kulmin sifatida ko'rsatdim, ya'ni chizmalar, ma'lum bir standartlar, GOSTlar, SHNK, KMK deymiz, shular bo'yicha qurilishlar va chizmani qurilish tartiblari bor. Ular orqali chizish bo'lgan, ya'ni injener sifatida qurilishlarga boshqacha yondashilgan va chizmalar bir xillik talab qilgan. Undan keyin уже kompyuterga o'tib borganmiz. CAD sistemalari kelib chiqqan. Endi kompyuterlar kirib kelishi bilan CAD sistemalari kirib kelgan. Ya'ni elektronniy kulminlar. Ya'ni elektronniy kulminlar AutoCAD. Oldingisi kulmin, oddiy kulmin, bu TaxtaCAD. Shuni yaqinda eshitdim, menga qiziq tuyulgani uchun aytyapman. Xo'p, men o'zi birinchi faoliyatim davomida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida aynan shu jarayon bilan shug'ullanganman, ya'ni kulmindan odamlarni AutoCADga o'tkazganman. TaxtaCADdan AutoCADga o'tkazganman. Bu jarayon tabiiyki juda qiyin bo'lgan menga. Yoshi katta odamlar bularni birinchi kompyuterga o'rgatib, keyin AutoCADga o'rgatish. Ya'ni men aytmoqchimanki, bu jarayonlar o'ziga yarasha qiyinchiliklarni o'z ichiga olgan. Va aytib o'tishim kerak, bu slaydga yana qaytamiz. Hozircha CAD sistemalarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, CAD nima o'zi? CAD bu abbreviatura, ya'ni Computer Aided Design, kompyuter yordamida loyihalash deyiladi. Buni bilsalaring kerak endi. Xo'p, CAD sistemalari kirib kelgandan keyin qisqa fursat ichida katta yutuqlarga erishdi va hayotimizning har jabhasiga kirib keldi. Xoh 2D, xoh 3D bo'lsin, hayotda qayerda chizma kerak bo'lsa, o'sha joyda CAD sistemalari kirib keldi. CAD sistemalari takomillashgan sari ularga talablar ham kelib chiqdi, ya'ni chizmalarni aniq va tez chiqarish, standart elementlar va kutubxonalarni yaratish va ulardan foydalanishni yo'lga qo'yish, avtomatlashtirilgan chizmalardan, ya'ni bloklardan, parametrlardan ba'zi rivojlangan korxonalar makroslar va o'zlari uchun skriptlar yaratishdi. Bu nimani berdi? Osongina o'zgartirish va variantlarni ishlab chiqish imkonini berdi. CAD sistemalari hayotimizga kirib kelgandan keyin ular tobora takomillashib 2D, 3D va hokazo chizmalar chiqarib borildi. 2D va 3D dan foydalanib chizma chizish jarayoni takomillashib bordi. Xolos, asosiy proses, asosiy chizma chizish strategiyasi deymizmi, u o'zgarmadi. Ya'ni shu CADni o'zini rivojlantirib bordik, ya'ni shablonlar yaratdik. Kutubxonalar, standart elementlarni kutubxonalarni yaratdik. O'zimiz uchun masalan avtomatlashtirilgan skriptlar, bloklar, programmalar yaratishdi ba'zi bir rivojlangan korxonalar. Ya'ni o'zlari uchun, o'zlarining sohasi uchun avtomatlashtirish instrumentlarini yaratib olishdi.
Bu ishlanmalar, ya'ni avtomatlashtirish ishlari bizga ancha ishlarimizni yengillashtirishga va ishimizni avtomatlashtirishga olib keldi xolos. Lekin loyiha aytib o'tgandek, loyihalash jarayonini bu o'zgartirmadi. O'sha qog'ozda qanday chizgan bo'lsak, kompyuterda ham o'shandek chizdik, faqat kompyuter imkoniyatlaridan foydalanadi. Ya'ni loyihalash logikasi o'sha chizmachilik, aynan rasmchilik emas, chizmachilik kelib chiqqandan keyin necha yil bo'lgan, men tarixchi emasman, bilmayman. O'sha darajadan keyin o'zgargani yo'q. Qanday qog'ozda chizgan bo'lsak, o'shanday chizib bordik. Lekin informatsiya ko'paygan sari, obyektlar kattalashgan sari, o'zi informatsiya ko'paymay turib ham obyektlar kichkina bo'lganda ham katta muammolari kelib chiqqan. Bu muammo katta kichikligiga qarab quruvchilar loyihachini so'kib qurib yuborgan yoki loyihachilar quruvchilarni so'kib to'g'irlashgan. Xullas, o'ziga yarasha qurilish jarayonida muammolar keltirib chiqargan. Bu muammolar qanday bo'lgan? Masalan, ma'lumotlar tarqoqligi. CAD sistemani muammolari nimalar bo'lgan? Ma'lumotlar tarqoqligi, ya'ni hamma o'zi xohlagancha, xohlagan joyda saqlashi. To'g'ri, bu narsani CAD standart orqali korxonada yo'lga qo'yish mumkin. Ya'ni bu muammoni yo'qotish mumkin bo'lgan. Aslida BIMda ham noto'g'ri ishlansa, bu muammo bo'laveradi, ya'ni dolzarb bo'ladi. Xo'p, versiyalar muammolari, buni ham BIM management davrasida ko'rib chiqamiz. Ya'ni versiyalarda aktual emasligi, noaktual versiyalar loyiha tashkilotini ichida ham yoki qurilishga ham ketib qolishi muammosi. Koordinatsiya qiyinchiligi nimalarni keltirib chiqarishini bilsalar kerak. Ya'ni loyihachilar orasida koordinatsiyani qiyinchiligi, o'z loyihachidan kelgan chizmalarda bir-biriga mos kelmasligi, ya'ni quruvchigacha yetib borishi bu narsani. Bu juda katta o'ziga yarasha muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Loyihani narxini ko'tarib boradi. Qanchalik biz qog'oz darajasiga tushirmasak, muammoni yechish osonroq bo'ladi. Ya'ni buni koordinatsiyani yaxshilash bilan yechish mumkin. Va bu o'z-o'zidan bu muammolar kommunikatsiya muammolarining orqasidan kelib chiqyapti. Ya'ni loyihachilarning bir-biri bilan yaxshi kommunikatsiyada bo'lmasligi, qurilish bilan yaxshi kommunikatsiyada bo'lmasligi o'z-o'zidan bu muammolarni keltirib chiqaryapti. Xo'p, bu muammolarda aslida standartizatsiya bilan, CAD bilan ham ba'zilariga chek qo'ysa bo'ladi. Lekin aytib o'tganimdek, baribir CAD barcha muammolarni hal qila olmaydi. Xo'p, haligi birinchi slaydimizga qaytamiz. Ya'ni biz o'z-o'zidan katta muammolarni ko'rib chiqib, bilib turganlaringdek BIMga kelib chiqyapmiz. Ya'ni 4-rasmimiz burchakdagi bu informatsion model. Bu yerda e'tibor bersangiz, kompyuter o'zgarmaydi, balki chizish prinsipi, ya'ni loyihalash prinsipi o'zgaryapti. Boshida qalam va qog'ozdan chizibmiz, lekin rasm chizibmiz. Undan keyin shu qalam va qog'ozdan chizdik. Uje injenerdaqa fikrlab, boshqacha ma'lum bir standartlar asosida, ma'lum bir, yana ruscha so'z ishlataman, оформление bilan chizma chiqardik, rasm emas. Bu yerda chizish logikasi o'zgaryapti. Keyin kompyuterlar kirib chiqqandan keyin CAD sistemalarda biz aynan o'sha chizish sistemasini, chizish nimasi o'zgargani yo'q, logikasi faqat boshqa instrumentda, kompyuterda qilyapmiz. Kulminda bas. Elektronniy kulminda qilyapmiz. Taxta katta emas. Informatsion model, ya'ni BIM programmalari kirib kelgandan keyin bizda instrument o'sha kompyuter, faqat chizish logikasi o'zgaryapti. E'tibor bersalaring, tendensiyani bu yerda miya deb ko'rsatib qo'yganman, ya'ni qog'ozda chizyapmiz, faqat logika o'zgaryapti. Keyin qog'ozdan kompyuterga o'tyapmiz, instrument o'zgaryapti. Keyin yana kompyuterda chizishda davom etyapmiz, faqat logika o'zgaryapti. Ya'ni BIMda uje hayotga yaqin, hayotda qurilish qanday bo'lsa, o'shanga yaqin o'ylash bilan loyiha qilyapti loyihachilar. Ya'ni bu yerda yana logika o'zgaryapti. Taxmin qilib ko'ringlar, agar bu tendensiya to'g'ri bo'lsa, keyingi instrumentlar nima bo'ladi? Balki yana instrument o'zgarar. Agar bu gipoteza to'g'ri bo'lsa. Balki noto'g'ridir. Aytib o'tganimdek, quloqdan tortilgan informatsiyadir. Prosta qiziqligi uchun sizlar bilan bo'lishib ko'rdim. Taxmin qilib ko'ringlar, keyingi instrument o'zgarishi nima bo'ladi? Balki ovoz yordamida loyihalar chiqararmiz. Kompyuter yordamida emas. Agar bu gipoteza to'g'ri bo'lsa. Xo'p, BIMga o'tish zarurati
o'z-o'zidan kelib chiqyapti. Bu yerda qurilish obyektlarida murakkablashuvi, infratuzilmani kommunikatsiyalar bilan to'lib ketganligi, qurilishdagi katta yo'qotishlar, pul yo'qotishi, ko'p aniqligi yuqori bo'lgan ob'yomlar va smetalar zarurati, mutaxassislar o'rtasida aytib o'tganimdek koordinatsiyani qiyinchiligi, qurilish obyektini butun hayoti davomida dolzarbligi, ya'ni shu sikl qurilish obyektini sikli nafaqat loyiha va qurilish jarayonida, balki keyinchalik ekspluatatsiyada, balki demontajda kerak bo'lishi BIMni zaruratini keltirib chiqardi va o'z-o'zidan sifrovizatsiya, ya'ni raqamlashtirishni, avtomatlashtirishni rivojlanishi o'z-o'zidan BIMga olib keldi. Qisqacha darsimiz shundan iborat. Agar sizlar uchun manzur bo'lgan bo'lsa, iltimos layk qo'yinglar. Do'stlaring bilan ulashinglar. Keyingi darslarimiz yanada qiziqroq bo'ladi. O'tkazib yormanglar. Keyingi darsimiz aynan BIM haqida bo'ladi. BIM nimaligi haqida gaplashamiz. Va eslab qolinglar, BIM faqat Revit emas. Hozircha xayrlashaman. Xayr, sog' bo'ling.